Rossiyaning asosiy strategik xavotiri shundan iboratki, agar Pashinyan hokimiyatda qoladigan bo'lsa, hozirgi bosimning sababi Ozarbayjon bilan kelishuv kuchayishini anglatadi. Ular chegaralar ochilsa, bu chegarani qo'riqlayotgan Turkiya bilan Armaniston chegarasini qo'riqlayotgan Gumridagi o'sha harbiy bazani ahamiyati qolmaydi. Ya'ni Rossiya harbiy qo'shinlari chiqib ketish kerak bo'ladi. Mohiyatan Janubiy Kavkazdan chiqib ketadi. O'zi Ozarbayjonda yo'q. Buning ustiga Gruziya bilan harbiy qarama-qarshilik bor edi-da. Butun Janubiy Kavkazda ta'siriga qolishini anglatadi. Ikkinchidan bo'lsa, Pashinyan maqsadlaridan biri bu Armanistondagi bilamizki temir yo'llar nazorati bu Rossiya ta'siridada. Ushbu kompaniya Rossiya kompaniyasi bilan imzolamoqchi emas va buni Qozog'iston kompaniyasiga olib berish masalalari ko'tarilyapti. Bu ham Rossiyani nisbatan xavotirini kuchaytiradi. Chunki bu holatda u transport yo'laklaridan chetga tushib qoladi, nazorat yo'qoladi. Ikkinchidan eng asosiy masalalardan birisi bu energetika masalasi. Ya'ni Armanistonda bilamizki atom elektr stansiyasi mavjud va ushbu atom elektr stansiyasi nazorati Rosatom qo'lida edi. Va shartnomani qayta ko'rib chiqib Fransiya yoki Amerika korporatsiyasiga berish masalasi bo'yicha hozir muzokaralar qilib ketyapti-da. Bu degani Rossiyaga ketma-ket zarbalar beriladi. Amerika ham bor. Ha, bu holatda Amerika korporatsiyalari masalalari ham bor. Shuning uchun ham bundan Putin nisbatan aytayaptiki, yo uni tanla, yo meni tanla deb Pashinyanga emas, Arman jamiyatiga aytyapti. Va bu hozirgi vaqtda ma'lum bo'lyaptiki, ular ikkita asosiy nomzodni qo'llab-quvvatlayapti. Bu ikkinchi nomzod bu asosan Rossiya fuqarosi, bu Samvel Karapetyan. Bu inson o'zini jiyani nomi bilan chiqyapti. Kuchli Armaniston partiyasi nomi bilan. Agar uchinchi partiya bu albatta Robert Kacharyanning Armaniston alyansi partiyasi. Ushbu ikkita nomzodlar ko'proq Rossiya parast siyosatni yurishyapti va Putin ham bir necha marotaba ushbu nomzodlarni saylovda qatnashishiga xalaqit bermaslik kerakligini hatto aprel boshida Pashinyan bilan ochiq suhbatda ham ishora qildi. Arman jamiyatiga taklif qilyaptiki, sizlar kafolatlanmagan istiqbol uchun mavjud imkoniyatni yo'qotmanglar degan ma'noda bo'lishga harakat qilyapti va hozirgi ma'lumotlar bo'lyaptiki, bir necha 50 mingdan 100 minggacha bo'lgan Rossiyada ishlayotgan arman ishchilarini alohida olib borish bu, ya'ni Armanistonga ko'chirish, ya'ni saylovga olib borish, ovoz berish uchun va buni jarayon tashkil etish uchun alohida o'sha federal maxsus tashkilot tuzilib, unda $50 million sarflanayotgani haqidagi ma'lumotlarni G'arb matbuoti chiqaryapti.